Assalamu alaykum, qadrli televizor ko'ruvchilar. Yangi yilingizga muborak bo'lsin. Bu yil Uyg'urlar uchun qayta tirilish yili bo'lsin. Bugün biz 2019 yıl bilen hoşlaşıp 2020 yılının yeni dakikalarını kütülüşke tayarlanıvattınız. Assalamu alaykum, dünyanın her joydagi ve vatanimizdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarım, sizlarning ve bizlarning ve vatandagi ata-ona urug' tuqqan barliq qarindoshlarimizning 2020 yillik yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Qarindoshim, meni qutqaz. 2017 yıl 3. ayının 26 günü mening qabahatlik tushum boshlangan kun aziz do'stlar. Sharq Turkistondagi barliq Uyg'ur qozoq qarindoshlarimning qabahatlik tushi boshlangan kun qarindoshlar. Ya'ni men shu ig'ir zulmlarga shohid bo'lgan kun. Bizden keyin 10 gün bir qatim qip yalang'ochqa 3 qatim mashtaq o't ag'izib tug'izdi. O'tirib turmiz 3 qatim qip yalang'ochqa. 14 yoshli 80 yoshgacha qizlar. Mashtaq bizning nomusimizga tegib, mashtaq har kuni taktikalarni qilib. Mening lager hayotidagi eng ichingan yurgun pichoq bilan kaskandek yerilgandek sezim bo'lgan vaqti 9-ayning 17-kuni eng cho'ng keng ko'lamda har bir yotoqdan 6 netgacha insonni qoldirib 16 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yosh insonlarning butunlay zanjirlangan ishi qarqalib kelgan holatda shu kampdan yutkab ilib chiqib ketilishi eng qo'rqinchli bir voqea bo'ldi. 2019 yılda biz Uyg'urlar nurg'un azoblarni boshdan kechirdik. Azroq umid va xo'shalliklarda bir-birimizni tabriklab, o'zaro qarindoshlikni yetkazib o'tdik. Bu bir yılda her bir Uyg'ur beshiga kelgan külpetlerden qarindoshlikning nimaligini, mehrning nimaligini, sabrning nimaligini cho'nqur his qildi. Bu bir necha yillik külpet biz Uyg'urlarni texmo qaysar qilib tavladi. Bütün Uyg'ur birlashishdan boshqa yo'lning yo'qligini tunib yetdi.
Bu bir yıl içinde düşman her taraftan zarba berishni to'xtatmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur düşmanning yelisini qandoq bitjit qilishni o'rgandi. Mana biz yiroqlardagi hech uchurini ololmayotgan shu qarindoshlarimizga yangi yillik salomlarimizni yo'llamoqdamiz. Bu yangi yilda sizlar uchun butun kuchimiz bilan texmo tirishimiz deb nido qilyapmiz. Sizlarni shu zulmdan qutqizish uchun barimizni beg'ishlaymiz deyapmiz. Qalblar qonga to'ldi, yurak zardob bo'ldi. G'ururimiz depsandi bo'ldi. İpitimiz tajovuzga uchirdi. Bu xorluqni oqlash biz har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmas burchi. Bu bir avlod tarix oldida eng mushkul vazifani ustiga ilyapti. Qani do'stlar, bu bir yil millatimizning, vatanimizning kelgusi uchun yorqin kelajak elib keladigan bir yil bo'lg'usi. Hammamizning jangovar ruh bilan bu bir yilga qadam tashlashimizga tilakdoshmiz.